Bir rivayette okudum. Allah subhanahu ve taala bir insanga ikkita müjde beradi, ikki xush xabari. Annalloha la ya'jab min sani hadar rajul. Allah subhanahu ve taala bu insonning qilgan ishidan ko'p ta'jub qiladi. Yana bir rivoyatda keladiki, annalloha la yadhak min fi'li hada shaxs. Bu insonning qilgan ishidan qilgan ishiga kuladi. Bu inson kim deb so'rasangiz, Peygamber aleyhissalatu vesselam aytadiki, o insoniki qishning suvug'ida, sovuq kunda ko'rpani qo'yib, issiq joydan turkab abdest oladi, tahorat qiladi va masjidga boradi. Namozi bomdodni jamoat bilan o'qiydi. Alloh subhanahu va taolo aytadiki, malaikalardan so'raydi, bu nima sizga sabab bo'ldiki, bitib issiq joyin turkab bitib zahmatga tegsa o'zini qilmasa ham bo'g'achiydi. Malaikalar aytadi, farishtalar aytadiki, ya Alloh, sening azobingdan qo'rqib, sening rahmatingga umidvor bu ishni qil dedi. Alloh subhanahu va taolo aytadiki, men unga rahmatimga umidvor qildim, azobimdan amniyat berdim dedi. Alloh subhanahu va taolo bizni ham haqiqiy qullaridan, haqiqiy bandalardan qilsin inshaalloh.